Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Biraylan xotin bolalarini yaxshi kunga erishtirish uchun pul topmoq bo'lib, cho'ng shaharga ketibdi. Dastlabki kunlarda bu odam uyiga oz-ozdan pul avatibdi. Keyincha uyiga telefon qilmaydigan, pulmi evatmaydigan bo'lib qolibdi. Xotin bolalari esidan ko'tarilib ketibdi. 3 yildan keyin bu odam yurtiga mashina haydab kelibdi va ayoliga buncha uzun ayrilib aramizdan mehr muhabbat ko'tarilib ketibdi. Yaxshisi ajrashib ketaylik, debdi. Ayolining bo'lsa og'zi ochilib qolibdi va uningdan so'rabdi. Biz mushundoqla ajrashib ketamdik. Ajrish niyatiga kep bo'lgan ekan. Ayol o'ylangandan keyin ma'qul bo'ldi va bolani qanday qilamiz? Bo'yni qisilib o'tamdi, debdi. Yo'ldoshi bola qaysimizni tanlaydi, o'ziga qo'yib beraylik, debdi. Ayol qo'shilibdi va ichida o'g'lim men bilan uzoq turgandan keyin cho'qim meni tanlaydi deb o'ylabdi. Ajrashadigan kuni sotchi boladan kim bilan turg'usi borligini so'rabdi. O'ylamagan yerdan o'g'li dadam bilan turman deb javob beribdi. Bolaning javobi hamma odamni hayron qoldiribdi. Sotchi nima uchunligini so'rabdi. Bola kulib turib, dadam nihoyat puldor, menga yeydigan narsa o'yinchoq elib beralaydi deb javob beribdi. Ayol o'g'lini to'g'ri tushunibdi. Ammo o'g'liga faqatli qiyolmay, bolam nima uchun men bilan turishni xohlamaysan? O'yinchoq va yeydigan narsani menga elib beraman-ku, debdi. Bola boshlashdi. Seni yaxshi ko'rmayman deb javob beribdi. Dadasi ko'ranglashga boshlabdi va oldingi kuni bolaga yeydigan narsa o'yinchoq elib berib to'g'ri qilibdiman deb o'ylabdi. Ayolining ko'ngli qattiq yerim bo'ldi. O'g'li mang'icha opsi uningga nurg'un narsa elib beribdi. Ammo o'g'li ularni mashinadan tashlab etibdi. Ayol o'g'lini izlab bormoqchi bo'ldi. Ammo cho'ng shahardan o'g'lini qandoq tepishni bilolmay yoltib qoldi. Bir kuni ayol 500 yillik pul chek topshirib oldi. Bu ma'lum bir shahardan avatilgan bo'lib, avatkuchi degan yerga sizni yaxshi ko'raman deb yozilgan ekan. Ayol pul chekini kim avatganligini bilolmabdi. Bir oydan keyin o'xshash pul chekidan yana birini topshirib oldi. Shuningdan tortib pul cheki har oyda kelishga boshlabdi. Yana kelib har bir chekda sizni yaxshi ko'raman degan gap yozilgan ekan. Chekdagi avatkuchining adresi degan yerda faqat ko'cha ismi bo'lib, uyining nomeri yo'q ekan. Bayram kuni ayol yana bir parcha xat topshirib oldi. Bu o'g'lidan kelgan xat bo'lib, xatda bundoq yozilgan ekan. Opa, yaxshimisiz? Sizning meni yaxshi ko'rdiganligingizni bilaman. Men bu sizga bak amroq. Sizdan ayrilib ko'nglim yerim bo'ldi, opa. Sizni bak sevindim. Men ayni chog'da yukingizni yengillatish uchun dadamni tanlagan edim. Chunki dadam bilan tursam, uningdan pul elib sizga avatib beralayman. Opa, mendan ansirmang. Xotirjam bo'ling. Sizni ko'rgili kelaman. Siz mening yaxshi opam. Sizdan hargiz voz kechmayman. Cho'ng bo'lgandan keyin sizni yenimga akilib olaman deb yozilgan ekan. Ayolning ko'ziga issiq yosh keldi. Aslida o'g'li o'zini deb mushundoq qilgan ekan. Opasini tashlab etish o'yi yo'q ekan. Demak, biz ba'zida yaqinlarimiz bilan texmi yaxshi jam bo'lish uchun, ularga texmi ko'p muhabbat berish uchun vaqtliq ayrilishga majbur bo'lamiz. Darslarimiz turk tili, ingliz tili, rus tili, german tili, uyg'ur tili grammatikasi, xitoy tili, matematika, bolalar ona tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich saviya, ul saviya, o'rta saviya tarbiyalash muddati